Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda ham chiroyli xonadonlarga keldik. Obzorlarimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatishdan to'xtamanglar. Keyin yurishani ham bosib turinglar, do'stlar. Azizlar, aniq lokatsiyasini tushuntirib ketaman. Xo'p, qaranglar, Ipeychilik ko'chamiz. Bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsak, Jararoga shtatnoy plashatka ko'cha chiqib ketamiz. Bunaqasiga yuradigan bo'lsak, Ipeychilik mahalla, Gulzor mahallaga qarab ketamiz, chiqib ketamiz. Azizlar, kottejniy garajimizning eng asal joylarini ko'rsataman. Отпечатка bilan ochiladigan eshiklarimizni qalingina sifatli uyga kiraveramiz. Kirishimiz bilan sanuzimiz joylashgan. Hop, chiqishimiz bilan koridor, o'ng qo'limizda bitta spalni joylashgan ekan. O'tdan chiqishimiz bilan to'g'rima-to'g'rida oshxonamiz joylashgan, mebel texnikalari bilan, xolodilniklargacha bor. Hop, bu yerdan chiqishimiz bilan zalimiz joylashgan. Bu ham kattagina zal. To'pli pol asosida isiydi uylarimiz. Har bitta uy uchun alohida o'zining pultlari bor. Xo'p, azizlar, eng kulminatsion joylariga kelamiz. Bu uy olsangiz, nimalar qo'shib beriladi? Ketdi. Marhamat. Ko'ryapsizlarmi azizlar, mana buni o'zining terrasasi bor ekan. Buni mazzami qo'yni shahar tomosha qilib o'tirasizlar. O'zining oshxonalari ham bor ekan, yozgi oshxonalari. Ovqat o'rtoqlar, do'stlar kelib qolganida mazza qilib ovqatlanasizlar. To'jonim, oy shulasida mazza qilib, o'rtoqlaringiz bilan, do'stlar bilan barbekyu pishirib mazza qilib o'tirishga nima etsin? Hali bu hammasi emas, pastga tushamiz. Pastda ham bonusi bor. Ketdi. Xo'p, azizlar, mana shu xarid qilsanglar, mana shu bemalol magazin qilib foydalansanglar bo'ladi. Tashqariga mana chiroyli tushirgan. Xolisanglar ofis qolsanglar bo'ladi. Endi uylarda uylarga joylashgan. Burchakda mana o'zining hojatxonasi ham bor. Kelinglar aka, ko'ringlar. Bu oxirgi mana bonusi bo'ladi. Mana shu uyni sotib olsanglar, ham terrasasi bor, ham mana podvali bor. Xohlagan narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Sex qilib qo'yasizlarmi? O'zingizlar bilasizlar endi bu yog'ini. Juda ham yoqdi menga. Tez aloqaga chiqib telefon qilinglar. Описаниyaga egalari nomerini yozib qo'yamiz. Kelishtirgan holatda olasizlar. Baraka qilinglar.